Bitta akam aytib berganlar. Bir kuni bitta sovchilikka bordik dedilar. Haligi qiz bilan ko'rishgan endi. Qiz endi vashcha ideal gap so'zlar boshqalar. O'tirib olganlar, hijobga kiraman to'ydan keyin, siz aytganingizni qilaman, hech qanday ishlamayman, mana shu narsa endi super xullas. Keyin bo'ldi, ma'qul kelgan. Fotiha bo'lib, u oqorar bo'lishi kerak, o'shalar bo'lishiga ozgina qolganda, ertasiga bozorga tushmoqchi bo'lganlar. O'sha kuni Qadr kechasi bo'lgan. Qadr kechasi kechqurun duo qildim dedi. Ey Alloh, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatgin. Juft halolimni yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shuni menga ro'para qilgin. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsatgin deb, endi Allohdan yaxshi juft halol so'rab duo qilganlar. Ertasiga bozorga tushganlar. Onalar o'sha keliniki ketish kerak bo'lgan. Bozorga tushib ketayotgan nimadir bo'lgan, yerga narsa tushib ketgan. Yerdagi narsani olaman deganda, yon atrofdagi uchta chalayotgan ekan. Ikkita qiz o'tib ketayotgan ekan. Shu darajada baqir-chaqir bo'lib ketdi deydi. Tursam deydi, to'g'rimda haligi qiz turibdi deydi. Endi kiyinib olgan, endi kiyinib olganini ko'rsang deydi, vashsha deydi. Haligi qiz ham uyalganidan ko'zini oq qochib ketib qoldi dedi. Keyin sraz onamga telefon qildim. Ona chiqib ketmaysiz hali? Yo'q. Bo'ldi, to'xtating. Mana shunaqa voqea bo'ldi, bitib bergan. O'shanda Allohdan duo qilib so'rasa, chin dildan yaxshi juft halol beradi. Umrni o'sha bilan o'tkazasiz. Qaraganda ham billa bo'lasiz. Bir xilgilarni ko'ramiz, ko'chada kerilib baqir-chaqir qilib yuradi. Uyda hech qanaqa gap o'tmaydi. Ayolini gapi gap, aytgan. Yoshingiz o'tgandan keyin ayolingiz sizni hurmat qilmasa, o'sha hayotingiz yaxshi bo'lmaydi. Qiyin narsa-da erkak kishi uchun. Shuning uchun Allohdan so'rash kerak.